Obunachilar, oldindan aytib, bu video Minecraft haqida emas. Bu prosta tort tayyorlash retsept haqida. Demayman, hazillashdim. Bu video albatta mashina o'yini haqida. Bugunchalik Minecraft edit chiqmay qoldi. Endi xudo xolisa yana chiqarganda Minecraftdan chiqadi. Ya'ni like bosasizlar, komment yozasizlar, podpiska boshladik. Salom obunachilar, sizlar bilan Dilli. Bu videomizda yana Car Simulator Open Game ishlab chiqargan o'yinini o'ynaymiz va o'yinni boshlaymiz. Qani mana ko'rib turganingizdek, men shu mashinadaman. Mana oldiq ko'rinishi. Shu mashinani tuzatib, bir tandirovka qilib sotib olib bezatdim. Noldan albatta. Menga bu kerak emas. Men bir mashina ochmoqchi edim va bunga yetarli pul to'pladim degan umiddaman. Sizlarga bu yerni ko'rsatadigan bo'lsam, hozir mana shu hozir qani asalari degan mashinani ochmoqchiman. Mana shu mashinani bunaqasi ham ko'rsatay mana. Va bu nech pul ekan? Qani ko'raveramiz bir. 2.670 ekan. Bizda nech pul bor? Buni atmay turamiz ekan. Hali pulimiz yetmasa kerak. Bizda 228 million pul bor. Mana bu yerdan burilamiz. Yana bitta pulni topishga onini bilaman. Mana o'sha yerga ham borib ko'ramiz. Endi men bu o'yinda 100% nimani to'liq bilaman deya olmayman qoidani. Bu yerda nech pul beraman deyapti. Bor yo'q. Ya'ni ikkita mashinani urasan, bir balo qilasan, bekardan vaqtim ketadi. Bunga ko'ra men mashina o'ynagan yaxshi. Misol 11 million deyapti, mashinadan ko'p berishi ham mumkin-da. Bu harakatga ham bog'liq. Endi men 100% mayli. Ulardashi parkovkachi emasmi? Qani boshladik. Men bir o'zim emasman, yonimda sheriklarim ham bor. Qani Dilleruz bir salomlasharingchi. Dilleruz. Salom obunachilar, sizlar bilan Dilleruz. Bo'ldimi? Kechirasizlar, men hozir videoni tugatdim. Men tugatishimga aylangan video olishni boshladim. Nima, men aytib seni tugatishingga boshlaganim? Mana obunachilar 12 million degan bo'lsa, biz 15 million to'plab qo'ydik. Tezlash. Voy, unga qoldim to'g'ridanga. Ana 19 million 800 yana qancha qoladi shunda? 14 million 800 bo'lsa, u 200 million 267 millionda. Shunda nech pul qolyapti? 20 million qolar ekan, to'g'ri. 20 millionni endi bir nima qilib topamiz. Yana bitta joy bor. Mana shu yer. Desam, orton pul berishi mumkin-da. Mana yulduzga borib ko'raylik, kelinglar. Mana shu ham yulduzda deyapti-yu. Voy, yangilanibdimi? Qanaqa yangilanadi? U eski versiyasidan beri bor-ku. Yo'q, mana o'zi.
Nimasi? Yo'li qarang. Ha, mana bu daraxtlar qo'shib yuboribdi. Daraxtlar bilan yo'lni o'zgartirib. Va. Mashina ham kiritibdi. Ha, men ukam mashinam bor ekan. Sen misolda tortgan qayerga ketyapman men? Qayerga yo'naltirdi ona Jeep? To'g'ri ketyapti deysiz. Urilganingizdan keyin ashunaqa Yo'q, olqoldi bo'lib qoldi. Obunachilar, sizlar ham videoda qaytarib ko'ringlar, dashi bo'ldi, aniq bo'ldi. Davay, radar bor. Bitta tushib qo'yaylik. Rekord yangilab beraylik chiqani. Mana. 1 2 shtong. Ana bu ham pul qo'shib berdi. 19 million to'plasak bo'ldi. Yonilg'i ham oz qolibdi-ya. Yonilg'i shoxobchasiga kira olmayman. Uni shunchaki va o'tib ketdim. Bepul yozsam ham bo'ladi. Oh. O'ta zo'r-a. Menimcha o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'lsa kerak buni ham. Vallahi shuning uchun bitta yoqilg'i to'lgizib bir video yaparman. Ana bo'ldi. Yonilg'ini ham to'lgizib oldik. Bu nima deyapti endi? Ish ko'p qiyin vazifa emasmi? Chota neto. Yana gelik haydaymiz ukon. Tonirovka tuning qilingan ekan. Sohil yoboramizmikan yo? Bitta ko'ring tepasini. Tepasi sakramayman. Yo'q, orqa. Vaqt ketdi. Ana men nima dedim? Qayerga borish kerakligini belgilash kerak. O'tgan. Qani qayerda ekan? Buncha uzoq. To'g'ri. Gaz yo'l bo'yi tikka deng. Bunda bir nima va ehtiyot bo'l, ehtiyot. Bunda haligi turbo tezlik yo'qda. Ulgiymanmikan? Ulgiysiz. Ulgimasangiz endi uyat. Birovlarga emas, naq sizga uyat. Nimaga aynan menga? Men nima qildim? Bitta ulmaganim ayb ishmi? Va endi qayerga boramiz ekan? Asil kelayotgan burilishdan 10 ga ekan. Oxirida bitta qiyinchilik chiqib qolmasin-da. Men ona Alina qilsa debman, tank debman. Ha, men ham boshida qanaqadir jangovar mashinamikin deb o'yladim. Alinaqa o'q ko'tarib bo'ladi-ku tepasida. O'q ko'tarib, ali bitar degan bitar. Yo'q, pistolet bo'ladi-ku birargi mashinalar. Bitar. Jangovarlarga. 83. Bo'ldi, otsa bo'ladi. 300 kvardik. Bolalar, Lamborghini top. Bu bilan men biznes yorib oryapman, Lamborghini. Mana yo'lga ham chiqib oldik. Qaranglar, 334 million 81 dollar. Bunga da anchadan kechadan beri endi bugun nimagadir boshqacha omad kelib qoldi. Shuning uchun meni kanalimga kirib ko'rsangiz, meni ham videoyimda faqat temir chiqaverdi. Naq 62 da. Qachon chiqdi? Meni kanalimga aytib qo'ying. Ashunga ko'rib kirishsin. Hozir ham mashina ochib olaman. Men shu mashinani ochaman deb men qancha harakat qildim. Sani mana nihoyat ochdim. Qanotman. Buni ham bir nima qaraveramiz tuninga. İçini görünce içini. Bolla. Qani tuninga yana bir ustaxonani bosib beraylik qaniydi.
Ha, ukamning kanali nima edi nomi? Dillius. Unda turli xil videolar bor. Ko'pincha xizmatlar bo'yicha bo'ladi. Ora-orada mana o'yinlardan ham chiqib qolishi mumkin. Xuddi meni kanalim singari. Buncha tez. Vashshe tez yuryapti-ku. Qayoqqa kiryapti meni? O'sha ana personaj bo'lib bordi-yu, Poppy, Bumblebee, ana bitta nima ashna deb chiqaruvdi, Poppy deb. O'sha o'yinda, videodagi Optimus Prime'dagi Bumblebeening mashina ko'rinishi. Bu albatta robot emas. Yo'q, lekin robot emas u, shunchaki mashina ko'rinishi. Qani nech bo'ldi degan u bratan endi. Birinchi bo'lib, qimmat edi. Birinchi bo'lib nomerini demoqchi emas edim, mayli. Nima deymiz ekan endi bunga, a? Bumblebee. Yo'q. Qani kimdir aytsin tezroq. Kommentga yozib ketinglar. Bunga nom qo'ymay turamiz hozircha. So'roq qo'yib qo'ying, so'roq. Kommentga yozadik-a. $5. Kommentga yozib qo'yinglar rostdan ham. Chiqib qoladi sekin. Uni ham ko'rib qo'yaman. Turbo tezlik kimga kerak emas? Ana ochmadingiz. Tormozni. Tormoz. Qanday ochilmagan bo'lishi mumkin? Yana bitta. Qimang qatirib qilsa bular. Rostdan vaqt ketadi. Kimdir ko'ryapti deysiz. Ana shunday qilib hamma narsasi kuchaydi bundan faqat. Diskasini o'zgartirsammikin, yo'g'onroqqa bo'lardi. Yo'q, bu bo'lmaydi. Nam bo'ch. Rosa tushdi. O'zimniki yaxshimi yo'q? Rostdan. Sal kichiklashtiradi. Menga farqi yo'q, baribir ham. Oldi bumper. Nimaga bu? Yamo tushish kerak. Tez yuradi. Ko'rdinglarmi bolalar, tezlikni qana yurishdi. Hazillashgan. Men bunaqa baland pastda yura olmayman. Eshigingda 50 million. Kanishni mana uni bo'q debsan, ochib bermayman deydi. $5 ekan. Endi sal jinday to'playmiz ekan baribir obunachilar. 26 nimaga bu? Yangi yilda ochilarkan bular ham bir oxirigacha ochishmagan. G'ildiragini sal chiqaramiz. Mana yoqqa. Muvozanatni saqlashga yordam beradi bular. Ana bolalar. Endi qo'yanni kraskaga tiqaramiz. 3 minut qoldi. Qay 3 minut? Mana ustonaga ham kirib oldik. Bunda yangi qo'shilgan nimasi bu. Mana shunisi qo'shilib tog'langan ranglarga bo'yasanglar bo'ladi. Lekin men buni birinchi mana shundan boshlayman. Qanaqa rang qilaylik bolalar? Buni ham kommentga yozib ketsin. Endi komment bo'lmaydi. Bu mashinani oldim, sal bir mazza qilib nima qilayin endi? Bo'pti, Usmonjon akaning gapiga ham kelaylik, ko'kkan. Qani sal ko'kimtirroq qilamiz mana. Yo'q, qoramtirroq qilamiz. Qora qilinchi, qora. Qop. Mana qop-qorasi. Zo'r ekan. Qop-qorani qo'ya olaymi? Sariq qilinchi bitta sariq. Lekin negaki, yo'q, buni qo'ya olmayman-da. Nimaga deylar? Boshqa narsa bezatayotganda ham bo'lmaydi, mana sap-sariq. Yo'q, emas, monda chiqing keyin ko'rsatadi. Yo'q, kerak emas u sariq, qimmat u. Qizil qilib ko'ringchi. Qizil endi oshib tushdi. Oq. Qanaqa oq? Ana oq. Menga ko'ra qarab turinglar, yashil. Mana shu joyni qilaylik. Yo'q, yashil bo'lmaydi. Mana. Bu ham uncha tushmayapti. Mana. Endi tushdi. Bo'ldi-ya? Mana shuni ochamiz. Bo'ldi. Qanaqa rangidaligi mana edi.
o'rtaroq aslida. Nima bu? Ha. Tandirovka. Shuning uchun qora qilaylik. Ich ko'rinmasligi kerak, to'g'rimi? Baribir Lolani ichidan qo'yamiz. qarasangiz tashqari ko'rinadi. Ha, ichidan tashqari drift. ko'rinmaydi. Uy, buning kamalari. Hutta mashina oching. Tavay. Kamalari taqib oldik. To'telar bu yo'q, mashina bormidi? O'zbekiston. Bunisidan men shunda bor adashmasam. Qani edi? Boshog'ida edi. Boshroqda. On. Hozir men shu yoqda cho'tamenga. Otamendi Oldiga yana ikkita chiziq qo'ysa bo'larmikin? qo'yamiz. Ikkita naridoniga. Yaxshi qo'yamiz. Ana bu yoqda ham bor endi. Ikkita chiziq tortish kerakmidi? Mana. Hozir to'xta, hozir boshqachasidan qilish kerak uni. Mana bundan ikkita qo'yib qo'ying. Bo'pti, u qiyshiq ekanda, qiyshiqroq ekan. Mana. Yo'q, u orqasi g'alatiroqmi, yaxshiroq ekan. Mana shunday. Kattalar Hozir. To'g'ri o'ran. Urg'unga qo'yib oldim. Oq qiling, oq tushadi aslida. Oq. Mana masharoq. Uryap kelaymi, o'rniga qo'yib olasiz. Oq bo'lmaydi ekanda. Bo'ldi. Bo'lmadi. Urg'unga tek bo'lishi kerak. Tekizasizda. Ana tek. Bo'ldi. Yana bitta. Yana bitta qo'yamiz. Katta. Mana. Buni robotga aylantiravermang. Chota urunga tushmadi. Mana shunday qilib o'zimiz chiziq tortyapmiz mashinaga. Ana bo'ldi. Bo'ldi. Hozir. Bo'ldi. Mana. Qaranglar, bolalar metr uringiz tik. Ustini ham qilish kerak edi. Qilish kerak edi-da. Men kerak emas usti. Qanoti bor ekan-ku. Qanoti endi u kichkina ko'ryapti-da ko'zimga. Tutuni ham qo'ying. Endi kattaroq qilish kerak shu. Nima bu? Qonga o'xshagan. Qip-qizil. O'ta chatki turdi-ya. Qizil qilganingizda qon bo'lib qoladi. Bayroq-sayroq demang menga uka. Suv. Tepasiga koroyet tiqmang. Voy, ekspert media. Yo. What? Bo'lmaydi. Nimani qo'yib qo'yaymi? Voy. Bu ham bo'lmayapti-da cho'ta. Ekspert mediani qo'yib qo'ying. Yo'q. U boshqa. Buka. Demak, orqamacha yurganda buqani alinaqaskina. Orqamacha yursa, tepasiga biror bir narsa qo'yib qo'ying. Tanoqlar bor ekan-ku. Davay tanoqlardan qo'yamiz. Ne o'zbek bayrog'i? Nima qilishim? Ana.
Qanday endi? Qanday o kattalashtirmaymi? Tepasiga o'rimchak odam haligi to'r otib qo'ymadimi? Mana shunaqa. To'r otib qo'ygan. Ha, o'rgimchak odam chaqirib keluvdi. Buton qo'yib bo'lmaydi ekan, ha. Mana shuni qo'yaymi? Uni qo'yinchi buton yonida. Ha, bulari. Ha, Nuqta. Qo'ygan singari bo'lib qoldi-yu. Ha, mana shu yaxshi ekan. Ha, bo'pti. Mana. Sinab ola. Birinchidan qo'ying-da. Birinchidan. Ha, u boshqa bo'lmaydi. Bo'ldi. Oho, mayada raqamni qaranglar. Bo'ldi, chiqing. What the fuck? Endi bilibman. Bukan, oling bukan. Uni yana haqiqiy bukan. Yo'q. Mana shuni kattalashtiramiz bo'ldi. Vatch adday amal. Menga farqi yo'q. Qani bilinadi-yu. Aka, xatirpras. Bitta bosamiz. Ana bo'ldi, video ham boshlandi. Qalay, bolalar, men qilgan shu stilga bir baho berasizlar. Men bu yerda ketgan birdan 8 ta narsa qo'yilibdi. Shunga qaranglar mana. Diska, piska, hamma narsalardan. Yo'q, diskalardan tashqari bo'yash narsalar qo'yishga yana abisa chiqib qoldi-ya. Mana shu joyga yozamiz. Hello. Qani yozadigan joy? Kim deymiz aytaymi? Obunachilarim. Yo'q. Obuna bo'ling. Yo'q. Ana bordi-yu. Mana uni raqami necha bo'lardi? Bu raqam bo'lmaydi. Obuna bo'ling-da. 700. Qani obuna. Bo'ling. Qani ko'raylik chiqqanday turar. Ey sal. Voy. Ay, tu begat. Ana. Sal ko'rinsa. Ana. Obuna bo'ling. Ana bo'ldi. Obunachilar, mana shu qoidaga rioya qilsanglar kam bo'lmaysizlar. Men javob. Endi men bu yerga ham bir tiqvaraylik yozib hozirdan. 96. Yetib qo'ymaysan. Propanimiz ketyapti. Drift rangini o'zgartirmadik hali. Propanimiz ketyapti, qarang. Aytdim nimaga ko'p gaz ishlataman ekan desam, bular usta gap kirib o'tirib bosishar ekanda. Voy, ular propanni o'g'irlaydi. Ana bo'ldi. Qanday chiqdi endi bular? Haqiqatda stilga e'tibor beringlar. Men bu chizoqlarni o'zimiz tortdik lekin. Qani yana bor ekan u. Jokkeristiklardan, jokkeristik. Men VIP shu yoki buni ham puli sal qimmatroq ekanda. Nimaga? Mana ekan bebavzi. Bulardan foydalanmaysan deyapti. Foydalanolmaysan ekan. Vashshi bo'lmaydigan bu yoq. Bo'ldi. Bunlar buni endi baho berasizlar mana. Tutunchaki ham bir rang berib olamiz. O'zim kamalay rang qilib, ha? Voy kamalay rang qilamiz. Qanaqa qilib? Yo'q bo'lmaydi. Mana kamalay rang. Yeah. Me some with that. 9000 topib kelar.
Ana ustonadan chiqdi. Вообще такой ko'rgan. Omalarga diska haqiqatda yomon bo'ldi. Bolalar, men bu qoidaga amal qilinglar omalarga. Bo'lmaydi bo'lmasa. Hozir buni bir olib turamiz chegaraqa. Короче, mana shu obuna bo'lingga rioya qilsanglar kam bo'lmaysizlar. Qani bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha xayr emas. Ko'rishguncha deb qani like, comment, подписка bosinglar hamma. Menga misol kimdir подписка bosib, like bosib, kommentimga yozib qo'ysa, ashingga obuna qaytarman. Videolarga ham like bosaman. Qani bolalar go.